Bu yana bitta natija bilan bo'lishmoqchimiz. Bu patsientkamizda 5 marta PRP terapiya endometriya bo'lgan, sindrom Shermani, Hayes Cormilla umuman. 3 marta gisteroskopik PRP terapiya, 2 marta paraservikalniy PRP terapiya qildirganlar avval. 3 marta oxirgi marta Dildora Farhadnovna o'tkazgan gisteroskopik PRP terapiyadan so'ng Hayes sikli tiklanishni boshladi va bugun Hayes 9-kuniga 5-6 millimetrli 3 ta trexloyni 3 ta qatlamli endometriyni ko'rib turibmiz. Demak, shuncha o'tkazilgan gisteroskopiyalar, qayta PRP terapiyani natijasini ko'rib turibmiz. Bularda endometriyni endi hozir shu holatini kuzatganimiz uchun bemalol stimulyatsiyaga olib, ularga labor qilib, ya'ni tuxum hujayralarni yig'ib, yana bir marta ekib ko'rishimiz, embrion holatiga keltirib, bachadonga ekib ko'rish imkoniyati hozir paydo bo'ldi. Bu juda ham chiroyli, zo'r natija hisoblanadi. Bularda 7-8 ta follikul bor tuxumdonlarda, lekin muammo faqatgina bachadon ichi bilan edi.